Voy, Voyu. menga qara. Ha? Qolganlar qani? Qolganlarni qo'yver. O'zimiz amallaymiz. Bu jinni chochib tashlashadi hozir bizani. Voh, naqama. O'rta bitta muomala qilib ko'ring, maylimi? Voy, padir. Hozir. Ha, qizlar. Bormanglar. Ha, bu oranglarda erkakka o'xshab birga bir gaplashadigan ham bormi? Voy, yomon og'riyaptimi? Yo. Qutuvlar boryapti. Kuldirma. Yomon qo'yib tashlashdi lekin. Vashsha. Ne borlar kelmadi? Necha yil oylar o'tsa ham sen doim yonimda do'stim. Yoshlikdan birga o'sdim. Hayotning sinov tog'larini birgalikda zabt etamiz do'stim. Bir-birimizga tirgak bo'lib o'sdim. Qolib ketsam jar yoqasida kimdir yordam qo'lini cho'zdi. Qattiq tut men shu yerda do'stim. Hatto men nohaq bo'lganimda sen uzr so'rading do'stim. Qalbing og'ritsa-da so'zim. O'rtoqlarimizni xuddi sochimizga o'xshab ko'p deb o'ylar ekanmiz. Lekin boshimizga bitta muammo tushsa yoki tashvish tushsa kalligimizni his qilar ekanmiz. Tabriklayman. Sen ham g'irt kalakansan. Qo'l ketdi. Unchalik kalamas ekanman. Bitta tola bo'lsa ham sochim qopdi-yu. O'shanga xursand bo'laman. O'sha tola sochingni tezroq hozir baynisaga olib bormasak to'kilib ketadi u ham. Maya qara. Nima esa unaqa ko'p urib tashlashmadi? Bilmadim, o'rtoq, bitta urib uxlatib qo'yishdi. Yog'i esimda yo'q. Qo'ying ber. Tashlashdi. Barchamiz ko'rganimda sen bo'lasan yonimda. Mening do'stim. Bugun zulmat bo'lsa yerda bizni kutar yorug' erda. Mening do'stim.